Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz saramas kasali haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida har qanday saramas kasalligi shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda judayam bu tana saramasi ko'payib bormoqda. 10 ta bemor qabul qiladigan bo'lsak, birisi ikkisi saramas kasali bo'lib turibdi hozirgi kunda. Ayniqsa o'sha tarafda ko'proq. Xorazmda kamdan kam holatda uchraydi. Saramas kasali, yuz saramasi, butun tana saramasi, qo'l saramasi, oyoq saramasi, shunaqa kasallar ko'plab uchrab turibdi. Bu saramas kasallari bizga shunaqa deb murojaat qilishadi. Men qayta davolandim, hali shifoli bo'lmadim. Qancha davolansam ham oyoq shishi, qo'l shishi, yuz shishi, tana shishi qaytmayapti. Va yorilib xuddi almars bilan tilgan deydimizmi, kesgan deydimizmi, suv chiqadi deydi. U suv shira shappik deydi. U sari suv chiqadi va sari suv aralash qon bilan chiqadi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Xuddi siz xohlamang dori surkaysizmi, malham qo'yasizmi, qon oqib turaveradi. Shunaqa saramas kasallari hozirgi kunda ko'proq uchrab turibdi va shu qonab bo'lgandan keyin yoki chishdan ozgina shiralik shu sari suv bilan qon chiqib, keyin yora sifat bo'lib qorayib qotib ketgan holatlar ham ko'plab uchraydi. Va oyoqim shishib ketdi, oyoqimni kestirdim. Endi oyoqimni terisini birlashtirib tikib bo'lmayapti, birlashmayapti, ochilib qoldi degan bemorlarimiz ham ko'plab uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida har qanday saramas kasallik turlariga shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringiz mumkin deb tavsiya qilaman. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat yo'q. Hattoki jarrohlik yo'li qo'llagandan keyin ham shifoli bo'lmagan bemorlarimiz ko'plab uchrab turibdi. Iloji bo'lsa jarrohlik yo'li qo'llamaslik kerak. Jarrohlik yo'li qo'llagandan keyin mabodo shish kattalashib ketgandan keyin jarrohlik yo'li qo'llansa, derisini tikib ham bo'lmas ekan. Men bir necha yuzlagan kasallarga guvohiman shuni. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, siroplar yordamida har qanday saramas kasalligi ham shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringiz mumkin. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat yo'q deb tavsiya qilaman. 31 yillik ish faoliyatimiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi efirlargacha deb qolaman. Layklaringizni bosaveringlar. Davolanib turgan bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman. Kelgusi efirlargacha layklaringizni bosaveringlar.